yangi yil bayramida bizga 3 ta farzand bo'lganmiz, har birimizga alohida sovg'alar keladi-da, dadam ishxonasidan beriladi. Har bir nechta farzand bo'lsa hammasiga beriladi-da. Bu sovg'alarda ko'p shokolad bo'ladi, rosa ko'p. O'zi ham har xil bo'lardi-da. Aynan qorbobo shaklda bir qiziqarli sovg'alar beriladi. Bizga qiziq edi bu. Hozir e'tibor bering, farzandlaringizga paket shokolad olib bersangiz ham, sovg'a qilib bersangiz ham, ularni u darajada zavqlantirmaydi, xursand qilmaydi. Chunki ularda ma'no qolmadi. Ular hammasi o'ynab bo'lingan ssenariylar qatlamiga kirib bo'ldi-da. Hozir qog'oz ruchkalingiz olib oling, ungacha men tushuntirib ma'lumot berishda davom etaman, chunki yozadigan joyimiz bor-da. Agar qog'oz ruchkangiz yozishga imkoningiz bo'lmasa, shunchaki eshitib turing, qalbingizni ochib, keyin yozib olasiz. Va shuning uchunki hozirgi kunda ko'pchilikda hayotda ma'no yo'q, qiziqish yo'q, to'y ham qiziq emas, bayram ham qiziq emas, tug'ilgan kun ham qiziq emasda. Bir ikki daqiqa nimagadir qanaqadir zavq berishi mumkin, keyin unchalik qiziq emas. Uyiga yangi parda olib, yangi mebel olish ham u darajada quvontirmaydi-da. Misol uchun meni shaxsan o'zimni bu narsalar hech bir u darajada energiyaga to'yintirmaydi. Kerakli kuchni, energiyani bera olmaydi. Chunki bu bizani asl o'zimiz, asl tabiatimizga javob beradigan kuch, energiya emas. Asl tabiatga javob beradigan kuch, energiyaga o'zingiz ulanasiz. O'zingiz ulanishingiz uchun nima qilish kerak? Sekin asta odatlarni o'zgartirish kerak. Ya'ni matrica sizga singdirib tashlagan odatlarni, bu ramkadagi har doimgi odatlaringizni sekin asta o'zgartirishni boshlaysiz. O'zi hayotda nimagadir erishishni ham, hayotingizni, hozirgi hayotingiz ko'nglingiz to'ldirmayotgan bo'lsa, misol uchun ko'nglingiz umuman to'ldirmayapti hozirgi yashash tarzingiz, hayot tarzingiz, buni o'zgartirishda ham yagona yo'li shu. Ya'ni hozirgacha qilmagan ishlaringizni qilib ko'rasiz. Bu deganda siz birdaniga qo'rqib ketmangda, hozirgacha misol uchun qilmagan ishlarimni qilib ko'raman degan nima degani deganda, siz baribir ongli mavjudotsiz. Ongingizdan, aqliy salohiyatingizdan kelib chiqib harakatlanasiz. Faqat misol uchun hozirgacha o'zingizni qoidalaringiz bo'lsa-da, shu yerda yozib oling. Shu so'zni yozib qo'ying. Hozirgacha qilmagan ishlarimni qilib qo'yaman. Hozirgacha siz har kuni ertalab vaqtli turib, birinchi o'rinda uy ishlaringizga, uy yumushlaringizga kirishib ketgan bo'lsangiz va o'zingizga hech qachon ertalab 10 gacha uxlashga ruxsat bermagan bo'lsangiz, misol uchun bitta shu 10 gacha uxlab ko'rasiz. Siz hech bir qoidani buzib ko'rmagan bo'lsangiz-da, misol o'zingizning hayotiy qoidalaringiz bor. Mana shularni sekin-asta o'zgartirib ko'rasiz. Va bu kursimiz davomida juda ham muhim. Agar siz dieta tutayotgan bo'lsangiz, tana uchun qanaqadir diyetalarni o'zingizga tutayotgan bo'lsangiz, bularni to'xtatishingiz kerak. Hech bo'lmaganda 40 kunga yozib oling. Hozirgacha nima qilmagan bo'lsam, shuni qilib ko'raman. Hayotni o'zgartirish birinchi qoidasi, hozirgacha nimani qilishga o'zingizga ruxsat bermagan bo'lsangiz, nimani qilib ko'rmagan bo'lsangiz, shuni qilib ko'rasiz. Buni yozib olgan bo'lsangiz, yana yozing. Qalbingizdan so'raysiz, ichki ovozingizdan so'raysiz-da. Ya'ni hali siz to'liq o'zingizni eslamadingiz, ruhingiz bilan uyg'onmadi, lekin sizda qalb bor, sizda intuitsiya bor. Qonun qoidalarni buzib tashlash. Sizda intuitsiya bor va shundan so'ragan holatda hislaringiz orqali harakatlanasiz. Nima qilmoqchisiz? Qanaqa kiyim kiymoqchisiz bugun? Bizda har doim to'y bo'lsa, to'yga, marosimga alohida kiyimimiz bor yoki uyda bo'lsak, uyda o'zimizni bir ko'p qo'ygan kiyimlarimiz borda, ular hammasini o'zgartirasiz. Birinchi o'rinda biz ayollar ayniqsa kiyimlarni bo'lib qo'yadi-da. Kiyimlarimizni bo'lamiz. Mana shu qoidani ham o'zgartirasiz. Sizda bo'lmang, kiyimlaringizni bo'lmang, hech birini qanaqadir bir bo'lib joylashtirmang-da. Qalbingizdan so'rab harakatlanasiz. Kiyimda ham, bormoqchi bo'lgan joyingizda ham, sotib olmoqchi bo'lgan, sotib olayotgan oziq-ovqatingizda ham qalbingizdan so'raysiz va albatta moddiy holatingizga ham qaraysiz, lekin qalbingiz bilan muhokama qilasiz, aqlingiz bilan emas. Va hozir va shu yerda yashashni o'rganamiz.
Bizga madrasa har doim aytadi, ertaga nima bo'ladi, farzandlaringni o'yla, kelajagingni o'yla. Va ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, judayam ko'pchiligimiz muammoyimiz shu bilan bog'liq. Biz kelajakni o'ylagan tarzda harakatlanganimiz uchun ham hozirgi kunda ma'lum bir tupiklarga tiqilib qolganlarimiz bor.